Topikdan 3-darajani olish nihoyatda qiyin. Topikdan men 3-darajani ololmasam kerak. Men ham topikdan 2-daraja olmoqchi edim, ammo hech narsaga tushunmayapman. Menimcha ololmasam kerak. Bilasizmi, Seoul Smart Education koreys tili o'quv markaziga kelishimdan oldin menda shunday qo'rquv bor edi. Ammo bu yerda koreys tilini o'rganib, ushbu o'quvchilar singari men ham topikdan 3-darajani qo'lga kiritdim. Men ham topikdan 2-darajani qo'lga kiritish nihoyatda qiyin deb o'ylardim. Qachonki 170 ball bilan topikdan 2-darajani olmagunimga qadar. Seoul Smart Education o'quv markazida koreys tilini o'rganib, 99-topik imtihonida topik 2 darajasi bilan birga Janubiy Koreyada o'qish imkoniyatini ham qo'lga kiritdim. Seoul Smart Education koreys tili o'quv markazi bilan yuqori natijalar va Janubiy Koreya tomon ketish orzusi maqsadga aylanadi. Bilasizmi, katta maqsadlar, katta mehnatlar talab qiladi. Seoul Smart Education biz bilan baxt sari. Seoul Smart Education koreys tilini o'rganish uchun eng yaxshi tanlov.